Har bir o'tkazmangizdan ushlab qolinadigan komissiya sizga deyarli bilinmaydi. Lekin ular mana shunday pullaringizni mayda-mayda bo'lib yo'qolib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Tezda ilovasi orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga yoki O'zbekistondan Rossiyaga hech qanday komissiyalarsiz pul o'tkazishingiz mumkin. Diqqat, muhim xabar. 2025-yil 30-iyundan vizasiz Rossiyaga kelayotgan xorijliklar Gosusluga.ru mobil ilovasi orqali oldindan ro'yxatdan o'tishi va QR kod olishi shart bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlar va ayrim axborot vositalarida Moskva shahrida joylashgan Saxir va migratsiya markazida sodir bo'lgan fojiali voqea. Sankt-Peterburgda politsiyachilarni Avitoda qidirishmoqda. Turkiya aeroportida oltinni jinsiy a'zosiga yashirib o'tmoqchi bo'lgan 3 o'zbekistonlik ayol to'xtatib qolindi. Diqqat, muhim xabar. 2025-yil 30-iyundan vizasiz Rossiyaga kelayotgan xorijliklar Gosusluga.ru mobil ilovasi orqali oldindan ro'yxatdan o'tishi va QR kod olishi shart bo'ladi. Qayd etish kerakki, bu ilova hali ishlab chiqilmagan va ilovalar do'konlarga yuklanmagan. Demak, ishga tushishi bilan texnik muammolar va nosozliklar kuzatilishi ehtimoldan xoli emas. Ariza bergan xorijlik chegara nazoratida unga Rossiyaga kirish taqiqlanganini bilishi ham mumkin. Yuriy Sergey Andritsonning tushuntirishicha, agar uning sababi texnik nosozlik bo'lsa, yetkazilgan zararni qoplab olishga urinish mumkin. Biroq bu murakkab jarayon bo'ladi, chunki buni isbotlash kerak. Bu tizim ishga tushgandan keyin unga baho berish mumkin. Hozircha 30-iyundan keyin Rossiyaga kirish qanday bo'lishini kutish kerak. Chunki hozir ko'p savollar ochiq qolmoqda. Rasmiy munosabat. Ijtimoiy tarmoqlar va ayrim axborot vositalarida Moskva shahrida joylashgan Saxir va migratsiya markazida sodir bo'lgan fojiali voqea. Xorijiy fuqaroning vafoti haqida turli xabarlar tarqaldi. O'zbekiston Respublikasi Migratsiya agentligining Rossiya Federatsiyasidagi vakolatxonasi mazkur holat yuzasidan aniqlash ishlari olib bordi va rasmiy ma'lumotlarni jamladi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yil 15-may kuni Saxir va migratsiya markazida hujjat rasmiylashtirish uchun navbatda turgan fuqaro o'zini noxush his qilgan va unda to'satdan yurak xuruji ro'y bergan. Ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramasdan, afsuski, u vafot etgan. Olib borilgan tekshiruvlar natijasida marhum Tojikiston Respublikasi fuqarosi ekanligi aniqlangan. Bu ma'lumot rasman Tojikiston Respublikasining Rossiya Federatsiyasida vakolatli organlar tomonidan tasdiqlangan. Ayni paytda mazkur holat yuzasidan Rossiyaga tegishli idoralar tomonidan huquqiy tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Hurmatli aka-uka, opa-singillar, aynan mana shu kuni 15-may kuni men ham Saxirvada edim. Taxminan 6:30 ertalabki 6:30-7lar atrofida bu narsa sodir bo'ldi. O'zim shu narsaga guvoh bo'ldim. Shuning uchun Saxirvaga borganingizda, hurmatli aka-ukalar, sizlardan iltimos tartibni saqlang va bir-biringizga hurmatda bo'ling. Ruskaya община vakillari migrantlar uchun tuzilgan Rossiya tarixidan savollarga javob bera olmadi. Chernoskutov Birinchi jahon urushi 1912-yilda bo'lgan, unda Napoleon qatnashgan deya javob bergan. Aslida esa urush 1914-yilda boshlangan, Napoleon esa 1821-yilda vafot etgan. Demak, bu urushda u umuman qatnasha olmasdi. Ma'lumot uchun, Ruskaya община migrantlarga qarshi reydlar o'tkazib turadi va ularga qarshi chiqadi. Назовите годы, когда шла Первая мировая война. Я не знаю, зачем это спрашивают. Первая... А? Ну нет, это с Наполеоном, правильно? 912 год. Правильно помню? Первая мировая. Это отечественная. Это... Первая мировая, это вот революция. Революция, да. Davom etamiz, O'zbekistonga o'tamiz. TTZgacha yer usti metrosi quriladi. Toshkent metropolitenini Toshkent traktor zavodi dahasigacha olib borish rejalashtirilgan. Loyihani 2 bosqichda amalga oshirish nazarda tutilmoqda. Bu haqda bugun 19-may kuni Prezident Shavkat Mirziyoyevga taqdim etilgan Toshkent metropolitenini rivojlantirish bo'yicha rejadagi loyihalar yuzasidan axborot ma'lum qilindi. Bu bo'yicha o'tgan avvalgi muhokamalarda Prezident loyihani mablag' va qulaylik jihatdan maqbul
faollashtirish vazifasini qo'ygan edi. Shu asosda tayyorlangan yangi taklifga ko'ra loyihani 2 bosqichda amalga oshirish nazarda tutilmoqda. Birinchi bosqichda Chilonzor yo'lining Pushkin bekatidan Mirzo Ulug'bek tumanining Feruza dahasigacha mavjud temir yo'l parallel ravishda yer yuzasi bo'ylab metro yo'li quriladi. Ikkinchi bosqichda u yerda Toshkent traktor zavod dahasi Shoh bekatigacha yo'nalish barpo etiladi. Davom etamiz. O'zbekiston Qozog'iston chegarasidagi tajin o'tkazish punkti 1-sentyabrgacha yopiq qoladi. Punkt 1-may kuni qayta ish boshlashi kerak edi, biroq tomonlar kelishuvga ko'ra taqiq o'zgartirilgan. Cheklov o'tkazish punktida davom etayotgan ta'mirlash ishlari bilan bog'liq deb xabar berdi Qozog'iston davlat daromadlari qo'mitasi. Sankt-Peterburgda politsiyachilarni Avitoda qidirishmoqda. Shaharda politsiyada kadrlarga yetishmasligi 20% ni tashkil etadi. Ko'pchilik oylik kamligi uchun ishdan bo'shab ketmoqda. Deputatlar gubernatorlardan politsiyachilar oyligini ko'tarishni iltimos qilishmoqda. O'zbekistonda 16 ming yuqori daromadli ish o'rni yaratilishi kutilmoqda. O'zbekistonda yil yakuniga 2.4 milliard dollarlik 312 ta loyihani bajarib, 16 ming yuqori daromadli ish o'rni yaratish, ishlab chiqarish miqdorini 53 trillion so'mga, eksportni 1.2 milliard dollarga yetkazish mo'ljallangan. Bu haqda bugun 19-may kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev tanishgan qurilish materiallari sanoatidagi ishlar va asosiy vazifalarga oid taqdimotda so'z boradi. Sankt-Peterburgda politsiyachilarni Avitoda qidirishmoqda. Shaharda politsiyada kadrlarga yetishmasligi 20% ni tashkil etadi. Ko'pchilik oylik kamligi uchun ishdan bo'shab ketmoqda. Deputatlar gubernatorlardan politsiyachilar oyligini ko'tarishni iltimos qilishmoqda. Sankt-Peterburgda politsiyachilarni Avitoda qidirishmoqda. Shaharda politsiyada kadrlarga yetishmasligi 20% ni tashkil etadi. Ko'pchilik oylik kamligi uchun ishdan bo'shab ketmoqda. Deputatlar gubernatorlardan politsiyachilar oyligini ko'tarishni iltimos qilishmoqda. Turkiya aeroportida oltinni jinsiy a'zosiga yashirib o'tmoqchi bo'lgan 3 o'zbekistonlik ayol to'xtatib qolindi. Shifokorlar Chimkentdan uchib kelgan bu ayollardan umumiy og'irligi 6 kilogramm 28 gramm bo'lgan 120 ta oltin bo'laklarini chiqarib olishgan. O'tgan yil ham xuddi shunday holat bo'lganda, o'shanda 18.5 kilogramm oltin chiqarib olingan. Primoriyada ishchi sherigini qurilish kranida uchirdi. Prokuratura tergov boshladi. Yetmaganiga mahalliy aholi ushbu qurilish maydonida ishchilar tinimsiz shovqin ko'tarib, ovoz kuchaytirgichlar orqali bir-birini so'kishayotganidan shikoyat qilishmoqda. Rossiyaga qaytamiz. Crocs ishi bo'yicha ayblanayotgan tojikistonliklarning hibsdagi muddati uzaytirildi. Moskva shahar sudi Moskva yaqinidagi Krasnogorskdagi Crocs City Hall konsert zalida sodir etilgan terakt ishi bo'yicha asosiy ayblanuvchi bo'lgan 4 nafar Tojikiston fuqarosini hibsda saqlash muddatini 3 oy 28 kunga o'zgartirdi. Bu haqda Moskva shahar umumiy yuridiksiya sudlari matbuot xizmatiga tayanib Asia Plus xabar berdi. Moskva shahar sudi qarori bilan tergovchilarning iltimosi qanoatlantirilib, sudlanuvchilarning har biri Faridun Shamsiddin, Murodali Rajabalizod, Dalirjon Mirzoyev, Muhammad Sobir Fayzovlarning hibsda saqlash muddati 3 oy 28 kunga o'zgartirildi, deyiladi matbuot xizmatida. Aynan mana shu 4 nafar Tojikiston fuqarosi teraktning bevosita aybdorlari sanaladi. Ularning barchasi Rossiya hududidagi terrorchilar va ekstremistlar reyestriga kiritilgan. Avvalroq sud Crocsdagi terakt ishi bo'yicha ayblanuvchilarning hibsda saqlash muddatini bir necha bor o'zgartirgandi. Bu ishda jami 27 kishi ayblanmoqda. Crocs ishi bo'yicha yana 4 gumonlanuvchi qo'yilgan ayblov o'zgartirildi. Ma'lumot shu, Moskva yaqinidagi Crocs City'da Crocs City Hall konsert zaliga hujum o'tgan yilning 22-mart kuni taxminan soat 20:00larda sodir bo'lgan. 4 nafar qurolli shaxs konsertga kelgan odamlarga qarata o'q uzgan, auditoriyaga o't qo'ygan, so'ng binoni tark etib, mashinada qochib ketgan. Oqibatda 145 kishi halok bo'lgan, 500 dan ortiq kishi yaralangan. 1.7 mingdan ortiq kishi jabrlanuvchi sifatida tan olingan. 800 dan ortiq kishi guvoh sifatida so'roq qilingan. 1-noyabr kuni ushbu teraktda gumon qilingan yana 4 nafar shaxs aniqlandi. Ularning barchasi mamlakat tarkibidagi Ingushetiya Respublikasi fuqarolari. Ulardan 2 nafar hibsga olingan, yana 2 nafari qidiruvga berilgan. Gumonlanuvchilarning Husayn Medov, Jabroil Avushev va Xavach Agaudin Aliyev Nazran tumanining Surxakiy qishlog'ida tug'ilgan va shu qishloqda ro'yxatda turadi. Qolgan bir nafar gumonlanuvchi Botir Kulayev esa Ekajeva qishlog'idan ekani qayd etilgan. Medov,
Navalniy astma kasali bor, ikkinchi guruh nogironi va Aushev ushlanib Moskvaga olib ketilgan. Ular teraktda ishtirok etganini rad etgan, biroq qurol va o'q-dorilarning noqonuniy savdosiga aloqadorligini tan olgan. Aliyev va Qulayev qidiruvga berilgan. Dasturimiz so'ngida barchangizga tinchlik, xotirjamlik tilab qolamiz. Sog', omon bo'ling. Kommentariyada savollaringizni qoldiring va biz sizga albatta javob beramiz. YouTube'da yozilgan kommentariyalarga javob olmagan bo'lsangiz, Dilshod Davlatovich Telegram kanaliga o'ting. Savolingizni qoldiring va biz sizga albatta javob beramiz. Salomat bo'ling. Dilshod Umarov. Kanalımizga obuna bo'ling, like va podpiska tugmasini bosishni unutmang. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring.